Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaras dushmanlar. Men bugun kommentariyani o'qidim. Menga nima deb yozyapti bittasi. Qo'ying o'sha cho'chqa Musayevning har mahal sizni hozir videolaringizda o'sha Musayev qo'ying o'shani deyapti. Uni 1 gram qadri yo'q O'zbekistonda deyapti. Unga hech kim quloq solmaydi. Faqat o'zini o'sha YouTube kanalida xo'jayin bo'ldi. Qolgani hammasi qo'yib qo'ygan. Eng asosiy mavzuni gapiring sizda. Eng asosiy mavzu bu islom din va O'zbekistonga salbiy ta'sirini ko'rsatish. Islom dinini O'zbekistonga salbiy ta'sirini ko'rsatish. Mana masalan deyapti. Yaqinda Namangonda o'sha vodiyda deymiz, короче, bitta erkakmi o'zini qizini pichoqlab o'ldirib qo'yibdi. Chunki kablukli oyoq kiyim kiygan ekan. U erkak bo'lsa unga qizga buyruq bergan ekanki, kalish kiygin deb. Men buni, menga qaranglar, 2019-yildan beri islom dinini salbiy tomonini va o'sha salbiy tomon o'sha O'zbekistonga qanaqa ta'sir ko'rsatishni 2019-yildan beri gapirib kelyapman. Ha, to'g'ri, u 2019-yilda u yillarda men Jakob video qilmasdim. Bitta ikkita qilib qo'yardim. Yiliga bitta ikkita uchta bo'ldi shundan. Jakob qilmasdim, tushunasizmi? Lekin o'sha paytdan beri gapirib kelyapman. Qaranglar, islom dindan o'ynamanglar. Allohning ko'tini ichiga kirib ketasan sen gandonlar dedim. Kirib ketdinglar. O'zini bolalaringlarning kelajagini o'sha Allohning arabskiy Allohning ko'tini ichiga tiqib yordinglar. Tushunasizlarmi? Muhammadning ko'tini yalab, Makkaga borib qora toshni yalab $6000 qora toshni yalab, sassu toshini arablarni Makkadagini. Endi nimani xohlayapsiz? Mana qaranglar, Turkiyani misolida hozir keltirib bermaslik. Turkiyada, Yevropani misolida. Bugun men qaradim, Yevropa deymiz, butun Yevropa, butun severniy, yujniy, zapadniy, sentralniy, vostochniy, butun Yevropani aytamiz. Даже Ukraina, Belorussiya, Rossiya, u ham Yevropaga kiradi, tushunasizmi? Butun Yevropani aytamiz. Butun Turkiyani aytamiz. Turkiyada qizlarga nisbatan zo'ravonlik juda katta ekan. 13% dan 15% gacha. Butun Yevropada atigi 30% dan 33% gacha. U juda ham kam. Butun Yevropa. Tushunasizlarmi? Anaqa ayollarga nisbatan zo'ravonlik, ayollarni urish. Mana masalan Turkiyada 2024-yilda 400 ta ayolni o'ldirishgan ekan Turkiyada. Bu pizdesku, bunaqa masshtablar, bunaqa razmerda Yevropada yo'q, конечно. Keyin bo'lsa o'sha 400 taning ichida masalan 6 ta emigrant ayol o'ldirilgan. Tushunasizlarmi? Men hozir sanamayman, o'zbekmi, tojikmi emigrant bo'lma bu. Bu juda ham katta statistika. Lekin endi Turkiyadan O'zbekistonni solishtirsa, O'zbekistonda taxminan men uni qaramaganman. Lekin qaramayman, men buni aniq bilaman. U taxminan 50-60% zo'ravonlik bo'lsa kerak ayollarga nisbatan. Lekin bu faqat ayollarga zo'ravonlik degan emas. Mana shu zo'ravonlik seni bolalaringlarga o'tadi, sanlarga ham o'tadi, mentlardan ham o'tadi. Jamiyat zo'ravon bo'lsa, demak mentlar ham zo'ravon bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. O'zingizlarning hayotinglarni Allohning ko'tiga tiqib yordinglar, ming marta aytibman, tushunasizmi? Buni yana gapiramiz sekin-sekin. Mana endi hozir yana Shuhrat Musayevga o'tamiz, cho'chqaga. Cho'chqani biografiyasini hozir sizlarga ko'rsataman. Cho'chqani biografiyasi eksperiment bo'lgan. Xitoydan cho'chqalar olib keltirilgan O'zbekistonga va Junubiy Koreyani, Yaponiyaning olimlari o'sha cho'chqalarni, bir nechta cho'chqalarni odamga aylantirgan. O'shaning bittasi hozir Musayev bo'ladi va o'shani kichkina paytligidan, o'sha kichkina cho'chqacha bo'lganda o'sha cho'chqalarni gapirishga o'rgatgan avval gapirishga, keyin odamga aylantirgan, tushunasizmi? Cho'chqadan odamga aylantirgan, tushunasizmi? Yana bir narsani gapirib qo'ymoqchi edim. O'shaning uchun bu Musayevning odamning yog'i emas ichida. Musayevning badanining ichida cho'chqani yog'i bo'ladi, moy, cho'chqani moyi. O'shaning uchun bu odam hech qachon ozmaydi va даже meni yoshimga yetmay o'lib ketadi bu odam. Bu eksperimentalniy. Mana bu даже cho'chqani o'sha Musayev burniga qaranglar, mamunda teshuvlar bo'ladi. Musayevning teshuvlari mamunda nima uchun? Cho'chqadan qolgan bu, tushunasizmi? Yana bir marta aytaman, cho'chqadan buni odamga aylantirgan, tushunasizmi? Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Vagonlashib kellaring. Vagonlashib, vagon bo'lib kellaring. Kuchlaring yetmaydi. Men aytaman, 4-5 tasini men sizlarga просто naglas qilaman-da, 15 taga kirib maza qilayotganingni ko'rsatib beraman. Qarab turlaring. Aytaman, yana aytaman, uzoqda turib menga har xil gapni gapirmalaring TikTokchilar. Kodlaringni yirtib tashlashga aqlim yetadi. Liboyim bilan liboy joyda liboy tilda gaplashaman. Mana shunaqa isqirtliklar qilib yurganlaring, mana eshityapman. Kel oldimga. Rag'barat qo'yman bilan. Kodlaringni yirtib maydalab tashlayman hammangni gandonlar. Men ayol kishiman, men bilan gaplashyapman. Men dunyoni bosib olgani keldim.
kosmosi. O'rtadan faqat sasida meni jahlim chiqar. Kut, kel oldimga. Ragnaras qo'yman bilan. Sirkda ko'rsatasan bu hunaringni. Oldimga tushib ketdik.